qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünləri qızğın qarşı alırıq. Dünyanın hər qaysı joylarında G'ulji qirg'inchiligining 26 yilligini xotirlash namoyishi o'tkazildi. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti Türkiyədə və Suriyada afətə uçragan ammaga səmimi tiləklarini bildirdi. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin o'rinlashtirishi orqasida Kanada, Amerika va boshqa dunyoning har qaysi joylarida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining mavjudligining birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligi ekanligini xalqaraga tunutish, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun xalqarani harakatlantirish, Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini hal qilishga chaqiriq qilish maqsadida 5 fevral kuni namoyish o'tkazildi. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining rahbarligidagi necha 10 nafar Uyg'ur və boshqa Sharq Turkistonliklar yakshanba kuni Oqsaroyning oldiga yig'ilib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun jiddiy harakat qilishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining ommaviy ishlariga mas'ul xodimi Aydarjon 1997 yılı 5 fevral kuni necha minglagan Uyg'ur ayol va bolalar Sharq Turkistonning g'arbiy shimolidagi G'ulji shahrida tinish namoyishi o'tkazib, so'z erkinligi, din erkinligi va kultur erkinligining asosi bo'lgan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni, irqiy kamsitishni tugatishni, shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlikasi, ishg'oliyatini oxirlashtirishni talab qildi. Xitoy hukumati va ishg'oliyatchi kuchlari tinish namoyishini vahshiylarcha bostirdi. 100 dan ortiq Uyg'urni o'ldirdi. 1600 dan ortiq Uyg'urni tutqun qildi. 1999 yilning 5-ida qo'lga olingan 200 nafardan ortiq Uyg'urga o'lim jazosi berdi. G'ulji qirg'inchiligidan keyingi 20 yilda Xitoy Sharq Turkistondagi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat salmoqini kuchaytirib, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga qamab, majburiy emgakka selish, zo'rlab dori ichkizish, a'zolarini yig'ib olish, bosqinchilik qilish, tug'mas qilib o'tish, hatto o'ltirishdek vahshiy qilmishlarni yurgizdi dedi. G'ulji qirg'inchiligining 26 yilligini xotirlash Amerikaning havo bo'shligiga qonunsiz kirgan Xitoyning josuslik sharining Amerika tarafidan etib tushirilishidan keyin Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishiga to'g'ri keldi. Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin Tashqi ishlar ministri doktor Aziz Sulayman Efendi Amerikaning Xitoyning josuslik sharini etib tushirib, Xitoyning Amerikaning egilik huquqi, zimin butunligi va xalqaro qonunlarga daxli ta'riz qilishiga yo'l qo'ymasligini maqtab, Amerika va boshqa davlatlar Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan xalqaro qonun, egilik huquqi va territoriya butunligiga xiloflik qilishda qilmishlarini jazosiz qo'ymasligi kerak dedi. Necha 10 nafar Uyg'ur Sharq Turkiston sürgünde hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining yetakchiligida Kanadaning Edmonton shahri qonun chiqarish binosining oldida G'ulji qirg'inchiligini xotirlab axborot e'lon qildi. Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin muavin prezidenti Abdulahad Nur Efendi Kanada parlamentining millat vakili Samar Zubayrning Kanadaga 10 ming nafar Uyg'ur va boshqa musofirlarni ko'chirib kelish taklifini tasdiqlaganligiga rahmat aytadiganligini bildirib, boshqa davlatlarni buni o'rnak olishga chaqirdi. Tuanda Sharq Turkiston sürgünde hökuməti Cumhur Rais ishxonasining G'ulji qirg'inchiligining 26 yilligini xotirlash munosabati bilan e'lon qilgan bayonotini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum Sharqiy Turkiston xalqi, assalomu alaykum barliq do'stlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrlik bo'lsin. Bugungi bu namoyish uchun bu yerga kelganligingizga Sharqiy Turkiston sürgünde hökumati nomidan va Alberta Uyg'ur madaniyat markazi nomidan rahmat aytamiz. Shundaqla bugungi bu nutqni so'zlashdan burun Kanada parlamentining parlament a'zosi Samir Zubayr Efendining 10 ming Uyg'urni Kanadaga ko'chirib kelish haqidagi qonun loyihasini qo'llab tasdiqlaganligi uchun Sharqiy Turkiston sürgünde hökumati nomidan va Alberta Uyg'ur madaniyat markazi nomidan rahmat aytamiz. Qarindoshlar, bugun 2023 yili 2 ayning 5 kuni. Sharqiy Turkiston tarixidagi eng ahamiyatli va shundaqla eng achinishli kunlarning biri. Chunki 26 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Sharqiy Turkistonda G'ulji inqilobi portlagan kun.
Bu kunda Xitoy tajovuzchilarining chekidan oshgan zulmiga chidab bo'lolmagan Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining planliq assimilyatsiya siyosati ostiga yushirilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi norozilik e'lon qilgan kun. Hurmatli do'stlar va qarindoshlar, Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib kirgan kundan tortib ta bugungi kungacha Sharqiy Turkiston xalqiga chidag'isiz zulmlarni qilib kelmoqda va fursat topsalar Sharqiy Turkiston xalqini qatlam qilib kelmoqda. Shundaqla siyosiy rahbarlarimizni o'ltirib, o'rniga Uyg'ursimon Xitoy ruhliq jonivorlarni tiklab qo'ymoqda. Yana ong saviyasi yuqori diniy zotlarimizni, ziyolilarimizni, boylarimizni va san'atchilarimizni, ya'ni xalqimiz ichidagi har sinfdan keraklik va yaramliq insonlarimizni har turli tuhmatlar bilan qaralab o'ltirib kelmoqda. Bu orqali xalqimiz orasida qo'rqinch paydo qilib, bir tarafdan o'ltirib, yana bir tarafdan aldab, xalqimizning yuragini mujib, Xitoylarga xos diktatorlik tuzumi bilan xalqimizning vijdon ovozini bo'g'ib kelmoqda. Mushundaq bir qiyin sharoitda milliy qahramonlarimiz, shundaqla qadrli shahidlarimiz Sharqiy Turkiston xalqiga rahbarlik qilib, 1997 yil 2-oyning 5-kuni G'o'jida Xitoy tajovuzchilarining zulmiga qarshi tinch yo'l bilan namoyish qilish harakati boshlatgan edi. Afsuski, bu haqqoniy harakat Xitoy tajovuzchilari tomonidan qanliq bostirildi va Xitoy tajovuzchilari o'zining naqadar zolim va qonxo'r ekanligini shu kunda isbotlab bo'ldi. Haqqoniy namoyishchilarimizning fikrlarini va arz shikoyatlarini anglashning o'rniga namoyishchilarimizni vahshiylarcha o'ldirdi. Hatto bu namoyishni bahona qilib, bu namoyishga qatnashib boqmagan minglarcha xalqimizni qatlam qildi. Minglarchasini turmalarga tashlab o'ldirib, Xitoy davlat siyosatida allaburun planlanib bo'lgan irqiy qirg'inchilik siyosatini ijro qildi va begunoh xalqimizga qarshi davlat terrorlik olib bordi. G'o'ja inqilobi Xitoy tajovuzchilari tomonidan bostirilgan bo'lsin. Bu inqilob Sharqiy Turkiston xalqining uyg'onishiga turtkilik rol o'ynagan. Sharqiy Turkiston xalqining o'lmaganligini va fursat topsalar Xitoy tajovuzchilariga qarshi urush qiladiganligini isbotlab bergan bir inqilob. Shuning uchun bu inqilobni va shahidlarimizni mangu unutmaymiz. Biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lish suhbatimiz bilan bu kunni xotirlash orqali qahramon ajdodlarimizga varislik qiladiganligimizni butun dunyoga e'lon qilamiz. Shundaqla Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilari tomonidan bosolingan va ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini xalqaroga e'lon qilamiz. Shundaqla xalqarodan, xususan Kanada hukumatidan Sharqiy Turkistonning bosolingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishini, Sharqiy Turkiston masalasini Birleşmiş Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining kun tartibiga olib kirishini, Sharqiy Turkiston Sirg'indi hukumati va Sharqiy Turkiston Milliy Uyg'unish harakati tashkilotining Xitoy amaldorlari ustidan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan arzini qo'llashini va buningga parallel holatda Xitoyni xalqaro adolat sudiga berishini talab qilamiz. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilmagan bo'lsa, Sharqiy Turkiston xalqining boshiga bu irqiy qirg'inchilik kelmagan bo'lardi. Shuning uchun biz da'vogar sifatida va haqdor salohiyatida bu haqiqatni xalqaroga e'lon qilamiz. Buni qilmasak, o'zimizning insonligimizga va o'z da'voyimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Sharqiy Turkiston haqidagi bu haqiqatni oshkor qilmasak va bu haqda to'g'ri guvohlik bermasak, davlat va millatni sotgan bo'lamiz ve Xitoy tajovuzchilarining aldamchiligiga sherik bo'lgan bo'lamiz. Ey dunyo xalqi, bizning xor bo'lishimiz va irqiy qirg'inchilikka uchrashimizning birdan bir sababi bizning Sharqiy Turkistonning egisi bo'lganligimizdir va Xitoy hokimiyatining tajovuzchi bir yot kuch va dushman bo'lganligidir. Biz amaliyotda Xitoy emas va Jungolik emas. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti. Bu davlat Xitoy tajovuzchilari tomonidan bosilingan. Ammo Xitoy hokimiyati bu zulmni
Cumhur'un ayrılamaz bir kısmı da halkaranı aldap gelmekte. Biz hayatla kalsak bir günü bu hakikat aşkarlanıp gidiyor. Şuna Xitoy tecavüzçileri bizni tizdan yok qilishni planlagan ve bu planni erkiy qirg'inchilik bilan ijro qilmoqda. Bu ahvolda sizlar bizga yordam bermasanglar ve biz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirolmasak, yaqin zamonda Xitoy tajovuzchilari erkiy qirg'inchilik ve assimilyatsiya siyosati bilan bizni tamamen yo'q qilib o'tadi. Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaro ochiq va qat'iy ravishda shundoq tushuntiramiz ve insonligini pulga sotmaydigan davlatlardan yordam talab qilamiz. Ey dünya halkı, Xitoy tajovuzchilari bu haqiqatni xalqaro ta'tir tushuntirib, Sharqiy Turkistonni Xinjiang deb atavatadi. Sharqiy Turkistonni Xitoyning bir partisi deb aldavatadi. Xalqaroni aldanib, buni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qolvatadi va aralasholmayvatadi. Aralashganlarni tajovuzchilikka va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, faqatla inson haqlari dafsandichiliklari nuqtasidan og'zaki aralashvatadi. Ama Xitoy buni e'tirof qilmay, yanala bizni terrorchi, bo'lginchi va diniy ashqon qalpoqlari bilan qaralayotdi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharqiy Turkiston xalqining Junxo millati emasligini, vatanimizning Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston ekanligini, bizning da'voyimizning kishilik huquq masalasi emas, balki tajovuzchilikka qarshi kurash ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirib turib, insoniy huquqlarimizning kafolatga ega bo'lolmaydiganligini va bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga baloyi ofat bo'ladiganligini tushuntirish orqali butun dunyo xalqini Xitoy tajovuzchilari otliq bu baloyi ofatdan ogohlantiramiz. Ey Sharqiy Turkiston xalqi, ey mazlum Uyg'ur millati, Xitoyning davlat siyosati sifatida ijro qilayotgan bu erkiy qirg'inchilikdan qutulishimiz uchun ve devletimizin mustaqilligini asliga keltirishimiz uchun dunyodagi butun Sharqiy Turkiston xalqi safarbar bo'lishimiz lozim. Ve bu nuqtani xalqaro mush shaklda tushuntirish orqali hem o'zimizga hem xalqaro yordam qilishimiz lozim. Qarindoshlar, dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan beshimizga kelgan musibatli og'ir kunlarni unutmaylik. Merhum şehitlerimizni hatırlayalım ve ulardan örnek alaylı. Kahramanlarımızga ve rehberlerimizge ilgi çıkaylı. Xitoy tajovuzchilari belgilab bergan atalmış kahramanlarga ve atalmış rehberlerge emas, öz vicdanımız ve öz aklımız belgilengen kahramanlarga ve rehberlerge ilgi çıkaylı. Bizim başımızga kelgan bütün baloyi ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. Egimiz Allohni rozi qila olishimizmi buningga bog'liq. Rasulullohga ummat bo'lib shafaatiga erisha olishimizmi buningga bog'liq. Bu dunyoda insondek yashay olishimizmi ve insondek yuzimizni ko'tarib yura olishimizmi buningga bog'liq. Aziz qarindoshlar, Sharqiy Turkistonga ega chiqaylik. Sharqiy Turkiston mustaqilchilariga ega chiqaylik. Ko'rinishda Uyg'ur da'vogarlari ko'rinib, mohiyatda Sharqiy Turkiston masalasini Xitoyning ichki ish qilib ko'rsatishga material to'playdigan siyosiy biliklardan, Uyg'urlarga bir xil, chet elliklarga boshqa xil so'zlaydigan Uyg'ursimon viruslarni uzoq turaylik. Örnek elish uchun bizga Rasululloh va Rasulullahning izbosarlari yetib ashidi. Erkishish uchunmi shu izbosarlar yetib ashidi. Sabit Damirlardan, Abduqodir Damirlardan, Ilhom To'randan, Zeydin Yusuflardan ve başka bütün şehitlerimizden örnek alaylik. İnqilobchilarimizni, kahramanlarimizni ve milli rehberlerimizni qadrlaylik. Vafodor bo'laylik, sodiq bo'laylik. Fidokor bo'laylik, hushyor bo'laylik. Allah'tan basirat ve parasat tilaylik. İman ve hidayet tilaylik. İkimiz Allah xalqimizni Xitoy virusidan ve Xitoy tajovuzchilarining bütün suiqasdidan saqlasin. Xalqimizga ozodlik ve Sharqiy Turkistonga mustaqillik ato qilsin ve bizni ikkili olamda aziz ve baxtli qilsin. Amin.
Amerika Aqsaroyining oldida va Kanadadagi Edmonton shahrida o'tkazilgan namoyishda Amerika, Kanada boshliq xalqaro jamiyatni Sharqi Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, hurlikni, mustaqillikni asliga keltirish uchun jiddiy harakat qilishga chaqiriq qilindi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi G'ulom Yag'mo apandi Kanada va Amerikani Xitoy Sharqi Turkiston to'qinishini hal qilish, irqiy qirg'inchilikning asli sababini hal qilish uchun aktiv harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Kanada, Amerika va boshqa hukumatlarni Sharqi Turkistonni Tibetga o'xshash besilingan davlat deb e'tirof qilishga, Sharqi Turkiston va xalq uchun Xitoyning qonunsiz ishg'olini oxirlashtirishga chaqiriq qildi. Shuning bilan bir vaqtda Sharqi Turkiston surgunda hukumatining 9 qitimliq umumiy yig'inining Washington shahrida 10 noyabrdan 12 noyabrgacha elib berilganligini aytdi. Yaponiyadagi Sharqi Turkiston xalq jamiyati G'ulji qirg'inchiligining 26 yilligini xotirlab namoyish o'tkazdi. Namoyish jarayonida axborot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon yurgizib kelayotgan zulmini bo'libmi 2014-yildan keyingi vahshiy irqiy qirg'inchilikni tafsiliy anglatgandan keyin Xitoyning bu qilmishlarining 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti imzolagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasining 2-moddasiga asosan irqiy qirg'inchilikqa yotadiganligini, shunga xalqaro jamiyatning Sharqi Turkistonda Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish mas'uliyatining borligini, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning zarurligini, Xitoyning Sharqi Turkistondagi mustamlikasi va ishg'oliyatini oxirlashtirish uchun Yaponiya boshliq xalqaro jamiyatning jiddiy harakatlanishi kerakligini, Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan chet elga qochib chiqqan Uyg'urlarning nupus masalasini hal qilishini talab qiladiganligini aytdi. Bundan boshqa Yaponiyadagi Uyg'ur tashkiloti tashkillagan 5-fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash namoyishida Sharqi Turkiston surgunda hukumatidagi Mehmet Litip va Anvar Yasin apandilar Sharqi Turkistonga mustaqillik, Xitoy Sharqi Turkistondan chiqib ket degandek Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni talab qilgan shuarlar yozilgan lozungini ko'tarib, Yaponiyaning eng cho'ng rayoni Shinjukuni aylanib, Yaponiyani o'z ichiga olgan dunyodagi davlatlarni Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, mustamlikasini va ishg'oliyatini oxirlashtirishga chaqiriq qildi. 2 soatdan ortiq davom qilgan bu qitimqi namoyishga 30 nafardan ortiq yaponlar va 50 nafardan ortiq Uyg'urlar qatnashdi. Uningdan boshqa Shvetsiya parlament oldida G'ulji qirg'inchiligining 26 yilligini xotirlab namoyish o'tkazilib, xalqaro jamiyatdan Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun amaliy harakatga o'tish talab qilindi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining 5-fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlab o'tkazgan namoyishi qisqa vaqt ichida dunyoviy matbuotlarda orqa-orqadan xabar qilindi. WUSA xabar kanali, Breitbart xabar kanali, Cho'ng xabarlar tori, Z5 xabar tori, News Max xabarlari qatorliq xabar kanallari surgunda hukumatning axborotini 6-fevral kuni tafsiliy xabar qildi. Bundan boshqa Bengaldami G'ulji qirg'inchiligining 26 yilligini xotirlash namoyishi o'tkazildi. Indiana Bilamiz xabar torining 6-fevral kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan vahshiyligini gavdalantirgan lozunka va plakatlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Dakka shahrida axborot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqiriq qildi. Turkiyaning 8 o'lkasida o'xshamagan darajada yer tevrish hodisasi yuz berdi. Turkiyada chiqadigan Milliyet gazetining 7-fevral kunidagi xabariga qaraganda, 6-fevral tushda Qahramonmaraşda 7,7 bal, Malatyada 5,6 bal, Adıyaman'da 4 bal, Akdeniz'de 4,6 bal, Tunceli'de 4,2 bal yer tevirdi. 7-fevral günü en köp Qahramonmaraş, başka Malatya, Isparta, Adıyaman, Akdeniz, Şanlıurfa, Ardahan, Muğla, Bursa, Gaziantep, Tunceli, Hatay, Sivas, Elazığ, Bingöl qatarlıq өлkelerde o'xshamagan cho'nglikda yer tevirdi. 7-fevral günü ettigen saat 4'ten 17 minut ötkende Qahramonmaraşda 7,7 bal yer tevirgen bulup, Afetdə hayatından ayrılganlarning soni 3380 nafardan oshdi. Afetga uchirg'uvchilarni qutqizish xizmati jiddiy ishlanmoqda. Sharqi Turkiston surgunda hukumati ijtimoiy axborot vositalaridan afetda hayotdan ayrilgan va ziyonga uchraganlarga ta'ziya bildirganligini,
Allah'tan rahmet ve mağfiret tilaydiganligini, Suriye ve Türkiye'nin qayta qurish ishlarining oңushliq elib berilishini umid qildiganligini bildirdi. Cenab-ı Resul Ekrem aleyhisselam sahih hadislerden biride iş ehli emaslarning qo'liga topshirilganda qiyomatni ko'p deb ko'rsatdi. Bugungi krizisimizda hal bo'lmayotgan masalalarning eng muhimlarini kuzatgan vaqtda bugungi palakitimizning ichki qatlamida dal noahlilikdan iborat marazning yotganligiga qil sig'maydi. Bu tür illatning navbatda har soatda yamirishi to'plamda ishning ahli bo'lganlarning aldirab qarshi elinmasligi, amaliy kuch va destek manbalaridan biri bo'lgan xalqning o'z rolini joriy qildirolmas bo'lib qolishi, kelajakka chetiladigan jiddiy masalalarda o'z ishini kimga topshirish kerakligini anqirolmay o'tib ketishi, o'z taqdiri va manfaatini himoya qilish ishini sohaning ahli bo'lganlarga topshirishi va ularni desteklashdek aqalli tutumni ko'rsatmasligi qatorliqlar mazkur illatning kuchlik yamrayotganligining real ifodalaridandir. Burhan Muhammadning noahlilik va salohiyatsizlik sirtmoqlarida bo'g'ilayotgan mustaqillik ko'rishi nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.